Tovuq go'shtidan tayyorlangan taomlar ertalabki nonushta uchun juda qulay, to'yimli va foydali taom sifatida tavsiya etiladi. 1 kilogramm tovuq file go'shtini olib, uni chopperda maydaladim va ustiga 2 qoshiq un, 1 piyolacha qatiq, tuz hamda ta'bga ko'ra ziravorlar qo'shdim. Hammasini yaxshilab aralashtirib, kotlet shakliga keltirdim va muzlatgichga solib qo'ydim. Bu jarayon orqali men har kuni ertalab bolalarim uchun mazali, to'yimli va eng muhimi tez tayyor bo'ladigan nonushtaga tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ldim. Ushbu usul nafaqat vaqtni tejaydi, balki bolalarimning sog'lom ovqatlanishiga ham xizmat qiladi. Bu tayyorgarlik menga har kuni uzoq vaqt oshxonada turmasdan tez va mazali nonushta tayyorlash imkonini beradi. Ko'proq tayyorlab bir necha haftaga yetadigan zaxira qilib qo'ysa ham bo'ladi. Shu oddiy retsept orqali har kuni nonushtani yangi va xilma-xil shaklda bezatish mumkin. Ba'zi kunlari bulardan burger qilib bersam, ba'zi kunlari esa salat bilan tortiq etaman. Har bir yosh bolasi bor onaga shunday oson va foydali yechimni tavsiya etaman.